Marvel kino olamida juda ko'p yovuzlarni ko'rdik. Ba'zilari sayyoralarni yo'q qila oladi, ba'zilari esa butun olamga xavf soladi. Lekin bugun biz kuch haqida gaplashmaymiz, chunki kuchli yovuzlar juda ham ko'p. Aurali yovuzlar esa juda ham kamdan kam uchraydi. Shunday yovuzlar bo'ladiki, ular ekranga chiqishi bilan vaziyat o'zgaradi. Ular baqirmaydi, o'zini ko'rsatishga urinmaydi, lekin baribir hamma e'tibor ularga qaratiladi. Ular maqsadiga erishish uchun hech narsadan qaytmaydi va aynan shu narsa ularni esda qolarli qiladi. Bugun biz Marvel kino olamidagi eng aurali yovuzlarni saralaymiz. Bu reyting kuchga emas, xarizma, qat'iyat, qo'rquv, hissiy va ekranga qoldirgan taassurotlarga asoslangan. Demak, videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki birinchi o'rindagi yovuz kim ekanligini siz albatta bilasiz. Taxminlaringizni esa hoziroq izohlarda yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Ro'yxatimizni 10-o'rnida Mysterio boshlab beradi. Bir qarashda u bu ro'yxatdagi boshqa yovuzlar qatorida unchalik xavfli ko'rinmasligi mumkin. Axir unda na super kuch, na cheksiz armiya bor. Lekin Mysterioning asl kuchi odamlarning ongini boshqara olishida edi. U shunday yovuz ediki, odamlar haqiqatni ko'rib turib ham unga ishonishar edi. Eng qizig'i esa u butun dunyoni o'zini qahramon deb o'ylashga majbur qilgan. Mysterioning eng aurali sahnasi esa Peter Parkerni illyuziyalar ichida qoldirib ketgan payti edi. O'sha sahnada nafaqat Peter, balki tomoshabin ham nima bo'layotganini, nima rost, nima yolg'on ekanligini tushunmay qolishgan edi. Aynan o'sha daqiqada Mysterio qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatishgan. Shu sababli ham u ro'yxatimizning 10-pog'onasidan joy oldi. 9-o'rinda Asgardning o'lim mabudasi Hela joylashgan. Hela MCU tarixidagi eng kuchli yovuzlardan biri bo'lishi mumkin, lekin bugun biz uning kuchi haqida emas, aurasi haqida gaplashamiz. U ekranga chiqqan har bir sahnada o'zini g'olibdek tutadi. Go'yo butun dunyo unga tegishlidek. Helaning eng aurali sahnasi esa shubhasiz Mjolnirni sindirib tashlagan payti edi. O'sha paytgacha Thorning bolg'asini deyarli buzib bo'lmas qurol sifatida tasvirlashgan edi. Hela esa uni bir qo'li bilan shunchaki parchalab tashladi. Shu birgina sahna tomoshabinlarga bu safar hammasi boshqacha bo'lishini his qildirgan edi. Shu sababli ham Hela 9-o'rinni egallaydi. 8-o'rinda Killmonger. Killmonger boshqa yovuzlarga o'xshamaydi, chunki uning maqsadini eshitganingizda ayrim gaplarga qo'shilib ketishingiz ham mumkin. U shunchaki taxt yoki hokimiyat uchun quvmagan. U o'zicha adolat o'rnatmoqchi edi. Aynan shu narsa uni xavfli qilgan. Killmongerni eslaganda ko'pchilikning ko'z oldiga faqatgina bitta sahna keladi. U Vakandaga kelib qirol bilan jang qilish huquqini talab qilgan sahna. O'sha paytda uning yuzida qo'rquv ham, ikkilanish ham yo'q edi. Go'yoki u allaqachon g'alaba qozonishini bilgandek. Shu sababdan ham uning aura ro'yxatimizda 8-o'rinni egallashga loyiq deb o'yladim. 7-o'rinda Ultron MCU tarixidagi eng qo'rqinchli yovuzlardan biri desak adashmaymiz, chunki u oddiy inson emas, u o'zga sayyoralik ham emas. U insoniyatni himoya qilish uchun yaratilgan sun'iy intellekt bo'lib, oxir-oqibatda insoniyatning o'zini muammo deb topadi. Ultron aura beradigan narsa uning sovuqqonligi edi. U g'azab bilan emas, mantiq bilan yo'q qilishga qaror qiladi. Uning eng aurali sahnasi esa ilk bor internet orqali o'zini namoyon qilgan va keyinchalik qasoskorlar oldiga paydo bo'lgan sahna edi. O'sha paytda u hali mukammal emas edi. Tanasi ham parchalanib ketay deb turgan edi, lekin shunga qaramay butun xonadagi vaziyatni o'zgartirib ketgan edi. Aynan o'sha sahna Ultron oddiy robot emasligini ko'rsatib qo'ygandi. Shu sabab ham u 7-o'rindan joy oldi. 6-o'rinda Yashil Goblin. Bu ro'yxatdagi ko'plab yovuzlar dunyoni egallashni istagan. Goblinning maqsadi esa boshqacha edi. U qahramonlarni yengishni emas, ularni sindirishni xohlaydi. Aynan shu narsa uni boshqalardan ajratib turadi. Goblinning eng aurali sahnasi esa mening fikrimcha Peter uni urayotgan paytda ham kulib turgan sahna edi. O'sha vaziyatda ko'pchilik qo'rqardi, qochardi yoki yordam so'rar edi. Goblin esa bu sahnada maroq bilan kuldi, chunki u jangdan emas, tartibsizliklardan zavq olar edi. Shu sabab ham Norman Osborn MCU tarixidagi eng esda qolarli yovuzlardan biri bo'lib qolmoqda. 5-o'rinda yolg'on va makr ma'budi Loki. Bugungi kunga kelib Lokini ko'pchilik qahramon sifatida eslaydi, lekin uning yovuzlik davrini ham unutib bo'lmaydi. Loki ekranga chiqqan har bir sahnada o'ziga xos xarizma olib kirar edi. Ba'zan kuldirardi, ba'zan esa bir zumda vaziyatni jiddiylashtirib yuborar edi. Uning eng aurali sahnasi esa New Yorkdagi odamlarni tiz cho'ktirishga majbur qilgan payt edi. O'sha yerda Loki o'zini oddiy yovuz emas, hukmdordek tutadi va eng qizig'i odamlar ham unga qarshi chiqishga jur'at qila olmaydi. Shu sababli ham Loki kuchli 5likdan o'rin olmoqda.
4-o'rinda oliy evolyutsiyachi. MCU tarixidagi ko'plab yovuzlar o'zlarini qirol yoki hukmdor deb bilishgan, lekin bu inson deyarli o'zini ma'bud deb hisoblagan. U mukammal dunyo yaratishga urinar edi va buning uchun millionlab mavjudotlarning hayoti uning uchun hech narsada anglatmasdi. Uning eng avrali sahnasi esa raketa bilan yuzma-yuz kelgan payti edi, chunki o'sha daqiqada ilk bor uning g'azabi va telbaligi bir vaqtning o'zida namoyon bo'ladi. Shu paytda tomoshabin bu odam qanchalik xavfli ekanligini to'liq his qiladi. Shu sababli ham ro'yxatimizning 4-o'rinni u egallaydi. Kuchli uchlikni esa Kang boshlab beradi. Kangning aurasi uning kuchida emas, uning aurasi tajribasida, chunki u oddiy yovuz emas edi. U son sanoqsiz odamlarni ko'rgan, son sanoqsiz urushlarni boshidan o'tkazgan inson. Shu sababli ham u gapirganda o'ziga ishonchni sezib turadi. Kangning eng aurali sahnasi esa Kvant olamida Scott Lang bilan bo'lgan suhbati. O'shanda Kang Scottga oldin meni o'ldirganmisan deb savol beradi. Bu oddiy savoldek tuyuladi, lekin uning ortida minglab vaqt chiziqlari va minglab janglar yashiringan edi. O'sha lahzada Kangning qanchalik ulkan xavf ekanligini his qilishimiz mumkin. Shu sababli ham u 3-o'ringa loyiq deb o'ylayman. 2-o'rinda esa Wenwu 1000 yildan ortiq vaqt davomida dunyoga hukmronlik qilgan inson. U qayerga bormasin, odamlar uning nomini hurmat bilan yoki qo'rquv bilan tilga olishadi. Wenwuning aurasi shundaki, u o'zini kuchini namoyish qilishga harakat qilmaydi. Bunga ehtiyoji ham yo'q. Uning aurali sahnalari esa shubhasiz 10 uzuk armiyasi oldiga paydo bo'lgan sahnasi. Hech qanday balandparvoz nutq yo'q, hech qanday ortiqcha harakat yo'q. Faqat uning o'zi va atrofidagi mutlaq hukmronlik hissi. Shu sababli ham Wenwuni bugungi ro'yxatimizning 2-o'rnidan joy oladi deb o'yladim. Va nihoyat 1-o'rin. Ochig'i bu yovuzni ko'pchiligingiz videoning boshidan taxmin qilgan bo'lishingiz kerak, chunki MCU tarixidagi Thanos darajasidagi aura qoldirgan yovuz hali paydo bo'lgani yo'q. Eng qizig'i shundaki, Thanos ko'pincha baqirmaydi, asabiylashmaydi va o'zini isbotlashga urinmaydi. Chunki u o'z maqsadini chin dildan ishonadi. Uning eng avrali sahnasi esa Wakandaga kelgan paytida. O'sha vaqtga kelib, qasoskorlar ham, Wakanda armiyasi ham, butun dunyo ham uni to'xtatishga urinayotgan edi, lekin Thanos baribir oldinga yurishda davom etadi va oxir oqibatda g'alaba qozonadi. Aynan mana shu narsa uni boshqalardan ajratib turadi. Ko'plab yovuzlar rejalar tuzadi, ko'plab yovuzlar dunyoni egallashni xohlaydi, lekin juda kam sonli yovuzlar o'z maqsadiga erisha olishgan. Shu sababli Marvel kino olamidagi eng aurali yovuzlar ro'yxatining birinchi pog'onasini Thanos egallaydi. Xo'sh, siz bu ro'yxatga qo'shilasizmi? Sizningcha ro'yxatdan kimning o'rni balandroq yoki pastroq bo'lishi kerak edi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi videolarda ko'rishguncha